havo yo'li yo'q boshqa. Faqat Otaxon, bugun bizni o'lkamizda Navro'z bo'lyapti. Hamma bir-birini qarshi olib, hamma bir-birini quchoqlab Navro'zni tabriklashyapti. Ammo bizda-chi? Men ham kimdi? Islom bog'iga qarab o'tirib. Nima qilibdi? Nima moda bu? Tushunmayapsiz. Yaxshi oilalar bolasiga o'xshaysan. O'zingni o'ldirish yaxshi ishingmi? Bu arom ish. Arom. Islomda arom. Amerikalik faylasuf aytgan, o'zini o'ldirgan odam bashariyatda katta jinoyat qiladi deb aytgan. Ahli o'zbek turklarda har kuni bir faylasuf topilyapti. Har kuni bir aqlli bolalar topilyapti. O'zingizga qadr beringlar. Qaysi qilsamizda otimizni kitobga yozguncha katta kitob qatta bor. Sattor doini o'yda, Qudratullo doini o'yda. Yaxshi aqlli faylasuflar topilgan. Shuni tushungin. Mani gapimga tushunmayapsiz umuman. Menga yordam beradigan bir narsa bor. Bu nima o'zi bu? Bu mevani suvi. Faqat avval kelib tuzalganda mayzi ham sal ko'proq tushgan ekan, lekin tamzo'r gap yo'q. Menga berib, menga qara, menga bergan bir Taklifdan qanaqa bir ko'ra bu nima? Mana qara. O padaringga sanaba. Bu sharob bu. Bizga harom sharob ichish. Bizga harom. emas bu. Mevani suvi bu. Sharob ishib aqlingni qo'ldan bergansan. Yoqqa kelgin. Harom o'ldirgin. O'ldirma. Men senga nasihat beraman. Oq soqolim ko'zdan oqargani yo'q. Tajriba hammasi tajriba. Haftada oqargan. Ha. Menga qaragin. Bu narsalar uchun o'zingni tavoq qilmagin. Yosh bolasan. Sani dardlaringni men davo qilaman. Aytgin, nima darding bor? Jumur bilay. Ayt. Dardim shuki. Men bir o'zbekman. Bizda birlik yo'q. Barobarlik yo'q. Mehr oqibat qolmagan. Otaxon. Bu gaping to'g'ri. Endi men tushundim. Sen o'z aqlli bola ekansan. Menga qara. Bizning dardimiz shu. Bizning dardimiz birlik. Bizning dardimiz ittifoqlik, muhabbat, bir-birimizga yordam berish. Bu narsa kamligi bor. Biz buni to'ldirishimiz kerak. Menga qara, buni yo'li bor. Buni yo'li bor. Har qo'rur va qo'lini sindiraman dedim. Ey! Menga qara. Buni dardini nima iloj qilamiz? Hammamiz birgalab iloj qilamiz. Buni bunday qilamiz. Keladigan hafta Guam shahrida shu o'zbeklar Navro'z porti olishadi. Olishimsa ham mana hammasi shu yerda ekan. Mana endi bitta gapiramiz. Menga qarang, bularga aytamizki, ey inog'alarim, hamshiralarim, qachongacha bir-birimizni orqamizdan gapirib, bir-birimizni oyog'imizni tortib, bir-birimizni madh qilaylik. Qachongacha bir boshqa millat o'yiniga o'ynaylik. Qachongacha o'zimizga shu Torontodan ham mehmonlar kelishganmi? Torontodan ham kelishgan, turklardan ham kelishgan, turkmanlardan ham bor, uyg'urlardan ham bor, o'zbeklardan ham bor. Bormi? Bularga hammasiga tushuntiramiz. Bularga aytamiz, qachongacha bir-birimizni orqamizdan bir-birimizni o'ldiraylik. Kelinglar, qo'limizni bir qilaylik. Biz buyuk millatmiz. Biz kimning avlodimiz? Biz Amir Temur avlodidanmiz.